O'zbekistonda 31-fevral kuni qanaqa bayram nishonlanadi? A. Yangi yil kuni, B. Yangi avlod kuni. Yangi avlod kuni. To'ppa-to'g'ri. Biz boshladik. Yoshlarga kitob bo'lasamiz. Qo'shma Shtatlar sobiq prezidenti kim? A. Dana White, B. Will Smith. Bir qaytarib yuboring-da, tushunmadim. Qo'shma Shtatlar sobiq prezidenti kim? A. Dana White, B. Will Smith. Will Smith. To'ppa-to'g'ri. Pifagor teoriyasi kimga tegishli? A. Ibn Sino, B. Biruniy. Ibn Sino. To'ppa-to'g'ri. Buyuk jangchimiz To'marisning nechta xotini bo'lgan? A. 2 ta, B. 4 ta. 2 ta. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami bu? To'ppa-to'g'ri. Buyuk Xitoy devori qayerdan boshlab qurilgan? A. Vyetnam, B. Tailand. Tailand. Nima bo'ldi, qilib qo'ydi u bilan. Ha? To'ppa-to'g'ri. O'zim aytmoqchi edim.